Assalomu alaykum. Men Ustur kafesidan Azizbek, konditor bo'limining bosh oshpaziman. Sizlarga bugungi kunimizni qisqacha qilib yoritib beramiz, nima ishlar qilishimizni. Biz birinchi ishimizni sotuv bo'limidan zakazdan qabul qilishdan boshlaymiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar opa? Kuninglar xayrli bo'lsin. Bugun zakazlarimiz qanaqa? Gruppaga tashlab qo'ysangiz, zakazlarni tushirib beramiz sizlarga. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi zamondinglarmi? Sog'lig'inglar yaxshimi? Kuninglar xayrli bo'lsin. Rahmat o'zingizga. Bu yerda pechonlarimiz tayyorlanadi asosan. Hozir bu kofeli pechonlik, xurasan pechonlik, adashmasam pechkada chig'anoq pechonligi pishyapti. Ertalabda mana chig'anoq pechonligimizni pishiryapmiz zakaz uchun. Mana endi ichkari xonamizga kirib kelamiz. Bu yerda o'zimdan tashqari Muhammad Yusuf opalarimiz ishlaydi. Opalarimiz mana merengoviy rulet quyapti. Muhammad ukamiz asosan biskvit quyib beradi bu yerda. Biskvitlarni xudo endi quyamiz, tayyorlayapmiz. Zakazlarni tayyorlayapmiz. Bizning Ustur konditorida asosan italyanskiy pechkada ish qilamiz. Italyanskiy pechkamizda asosan xurasan, merengoviy rulet, asosan shirinliklar chiqaramiz. Assalomu alaykum, hormanglar. Bu xonamizda asosan tortlar qilinadi, muzli pirojlar qilinadi. Opalarimiz tortlarni bezadi, men magazinga tushirishga tayyorladik. San Sebastian stikalarimiz tayyor bo'ldi. Akamiz magazinga pirojlarni kesib tushirib beradi. Men asosan shu yerda xurasan tayyorlayman. Bitta o'zim ishlayman bu bo'limda. İtalyanskiy duxovkamizda merengoviy rulet biskvit pishib kelyapti. Tushirgan xurasanlarimizni rassoykaga ko'p turganini qo'yapmiz. Qizlar mana zakazlaringlar. Tepada ish qizg'in bo'lganligi sababli o'zim San Sebastian va Cheesecake Pistache pirojlarini magazinga tushib berdim. Boshlar ishga ketib kelyapti. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshi. Bizni sotuv bo'limimizda xurasan pirojnlari, roll pirojnlari, makaroni, Snickers muz, ekler, cheesecake, San Sebastian, mahroviy, nafis muz, pirichuda medoviy malina, tartaletkalar, tartaletka yagidniy, oreshki, Ustur kafesida shu shirinlardan tashqari asosan bento tortlarimiz ham qilinadi. Bento tortlarimizni xohlaganingizcha zakaz qilsalar bo'ladi. Buni o'zingizlarga moslab, qanday yozuv kerak bo'lsa, shunaqa qilib yozib tayyorlab beramiz. Tashqari o'zimizda paxlava pirojnlari ham chiqadi, paxlavalar, turetskiy paxlavalar qilinadi. Ustur kafesining shirinliklari Ustur kafesi tayyorlangani uchun ham sifatli, ham mazali, ham ishonchli. Barchangizni Ustur kafesida kutib qolamiz. Shu tarzda konditorimizda ish faoliyati boshlanib, shu tarzda zakazlarga qarab, shu tarzda tugaydi. Barchalarni Ustur kafesida kutib qolamiz. Barchangizni Ustur kafesida kutib qolamiz.